katta muammolar ko'p gapirganing sababli sodir bo'ladi. Biroz kam gap bo'l. Hech qachon qarz so'rama, chunki qarz faqat boshqa qarzni keltirib chiqaradi. Bunday chuqurdan chiqish esa juda mushkul. Hayotingni boshqalarning hayoti bilan solishtirma. Shunchaki ertangi hayoting kechagidan yaxshiroq bo'lishiga intil. Hech qanday afsus o'tmishni o'zgartira olmaydi va hech qanday xavotir kelajakni o'zgartira olmaydi. Bajarishga ko'zing yetmayotgan va'dani berma. Shunda o'zingni ham, qarshingdagi insonni ham qiynamaysan. Zaiflik bildirmagan holda muloyim bo'l. Dag'allik bildirmagan holda kuchli bo'l. Tanqidlarga so'z bilan emas, natija bilan javob qaytar. Ayolni boshingga chiqarsang, uni senga past nazar bilan qarashdan boshqa chorasi qolmaydi. Bu dunyoda ikki insonning o'rtasida turishdan-da murakkabroq vazifa yo'q. Erishmoqchi bo'lgan yutuqlaring haqida emas, erishgan yutuqlaring haqida gapir. Hech qaysi insonga bog'lanib qolma. Insonlar o'zgaradi va bir kun kelib eng yaqin do'sting ham begonaga aylanishi mumkin. Muhim ishlarda hissiyotlarga tayanib qaror qabul qilma. Shuni unutmaginki, mag'lubiyatlar g'alabalardan ko'ra yaxshiroq saboq beradi. Tabassum qil. Bu shunchaki yomon kun, yomon hayot emas. Bir yildan keyin orzularing uchun harakatni bugun boshlaganing uchun o'zingdan minnatdor bo'lasan. Oylik daromadingning kamida 30%ni kelajaging uchun saqlab qo'y. Bu senga aniq kerak bo'ladi. Keyinchalik yolg'onga olib keluvchi hech qanday ishga aralashma. Yorug'lik tezligi ovoz tezligidan balandroq. Shu sabab ba'zilar gapirishni boshlaguniga qadar porloq shaxslardek ko'rinadilar. Ko'p o'ylama. Senda puxta reja bo'lishi kerak, ammo ortiqcha mulohazalar seni chalkashtiradi va qo'rquvga sabab bo'ladi. Har kuni o'zingga aytadigan eng katta yolg'on bu: hali vaqt bor. Shunday payt keladiki, har bir bola uni hech kim hayot tashvishlaridan qutqarmasligini tushunib yetadi va aynan shu paytda erkakka aylanadi. Lekin ba'zi bolalar bungacha yetib kelmaydilar va bir umr bola bo'lib qoladilar. Charchaganda taslim bo'lishni emas, dam olishni o'rgan. Insonning haqiqiy yuzi unga foydasi tegmaydigan odamlarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Qalbingga azob bergan narsani unut, ammo bu senga nimani o'rgatganini unutma. Qanday vaziyat, vaqt va makonda bo'lishingdan qat'iy nazar, qanday bo'lsang, shundayligincha qol. Sening nasibang birovga o'tib ketmaydi va birovning haqqi senga foyda keltirmaydi. Pulga to'ymaydigan ayoldan va ayolga to'ymaydigan erkakdan ehtiyot bo'l. Agar kimnidir sog'ingan bo'lsang, uni hayotingga qaytarishga shoshilma. Sog'inch bu seni parchalovchi va kuchliroq qilib qayta tiklovchi jarayondir. Yaxshi do'st ortingda yaxshi gapiradi, yuzingga esa rostini aytadi. G'iybat bo'layotgan davralarda o'tirma. Turganingdan so'ng keyingi mavzu sen bo'lasan.
Odamlar ko'pincha senga o'zining ehtiyojlari va ochko'zligi darajasiga qarab munosabat ko'rsatishadi. O'tmishing haqida hech kimga gapirma. Boshingdan o'tganlarning asl mohiyati va sabablarini sendan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Hattoki bu ma'lumotlarni senga qarshi ishlatuvchilar ham topiladi. Yig'laging kelsa, yig'la. Bu dardni ichingga yutishdan ko'ra yaxshiroq. Bu dunyoda hech narsa qilishingga arzimaydi. Vaziyat qanchalik qiyin va chalkash tuyulmasin, uning mantiqiy yechimi har doim topiladi. Qiyin ish bu o'z vaqtida bajarilmagan oson ishlarning yig'indisidir. Samimiylik va vafo arzon odamlardan kutish kerak bo'lmagan qimmat sovg'alardir. Senga berilmagan savolga javob qaytarma. Sendan yordam so'ramaganlarga yordam berishga shoshilma. Biz yo o'zimizni zaif qilamiz, yoki o'zimizni kuchli qilamiz. Ish hajmi bir xil. To'g'ri qarorlar tajribaning natijasi, tajriba esa noto'g'ri qarorlarning natijasi. Band bo'l. Bu dunyodagi eng arzon dori va eng samaralilardan biri. Baxt muammolarning yo'qligidan emas, balki muammolarni hal qila olish matonatidan paydo bo'ladi. Ahmoqlar bilan bahslashma. Ular seni o'z darajasiga tushirib, so'ngra bahsda g'olib bo'lganlarni e'lon qiladilar. Bir eshik yopilganida darhol ikkinchi eshik ochiladi. Ammo biz yopilgan eshikdan nigoh uzolmay, ochilgan eshikni payqamaymiz. O'z tanangga g'amxo'rlik qilishni unutma. U sen bilan bir umr qoladi. Erkakning malomatga loyiq eng yomon sifati rashkchi bo'lmaganidir. Hayot sinovlari qarshisida chekinma. Ular senga eng yaxshi saboqlarni beradi. Yaxshi bola bo'lishni bas qil. G'azab va musht ham o'rinli vaziyatlarda ishga solinishi lozim. Ko'rsatganingdan ko'prog'iga ega bo'l. Bilganingdan kamrog'ini gapir. Ba'zida biror bir tanlov qarshisida hali o'ylashga ham ulgurmagan payting ichingdagi ovoz nima qilish kerakligini aytadi. Ko'nglingga quloq sol. U senga pand bermaydi. Notanish kimsaga ishonma. Ishonch shunchaki berib qo'yilmaydi. Ishonchga erishiladi. Umid bu strategiya emas. Boshqalar qila olgan ishni sen ham qila olasan. Ammo boshqalar qila olmadi degani bu sen ham qila olmaysan degani emas. Mayda xarajatlardan ehtiyot bo'l. Kichik teshik katta kemani cho'ktiradi. O'zingga yoqadigan kasbni top va sen umringda bir kun ham ishlamaysan. Ko'zlagan maqsadiga erisha olmaganida boshqalarni ayblab, qiyin zamondan shikoyat qilib, mas'uliyatdan qochadigan nodon kimsa bo'lma. Agar har doim qilgan ishingni qilaversang, har doim olgan narsangni olasan. Jismonan kuchli bo'lishga intil va tafakkuring oydinlashganini sezasan. Muvaffaqiyatga erishish uchun do'stlar kerak. Misli ko'rilmagan muvaffaqiyatga erishish uchun esa dushmanlar kerak.
har bir hodisadan xayr izlashni va har bir insondan yaxshi sifatlarni izlashni odat qil. Jiddiy gapdan so'ng hazillashdim degan inson aslida haqiqatni aytgan bo'ladi. Qanchalik yaxshi bo'lmagan, baribir kimningdir hikoyasida yomon inson bo'lasan. Bir ishga aralashish oson, undan chiqib ketish qiyin. Odamlar sening muvaffaqiyatingni istashadi, lekin ulardan o'zib ketishingni xohlashmaydi. Baxtni uzoqdan izlama, u har doim sening o'zingda mujassam. Sen buni sezmasliging mumkin, ammo sevadigan odamlaring sening eng ojiz nuqtalaringdir. Yaxshi narsalar sabr qilishni biladigan va qiyinchilikni boshidan o'tkazadigan odamlargagina keladi. Bu yo'lda ko'p vaqt ketishi va yo'l og'ir tuyulishi mumkin, ammo natija hammasiga arziydi. Yomon kunlar aslida foydali. Ular senga qaysi narsalarning qadriga o'z vaqtida yetish kerakligini ko'rsatib qo'yadi. Boyliging, yoshing va holatingdan qat'iy nazar barcha bilan hurmat saqlagan holda muloqot qil. Muloqot vaqtida doimo qarshingdagi odamning ko'zlariga qara va uning ko'z oldida hurmating va mahobating oshib borayotganini sezasan. Duch kelgan narsani yegandan ko'ra och qolgan afzal. Va men hozir ovqat haqida gapirmayapman. Dunyo ko'zingga tor ko'rinib ketgan paytlarda mozorlarni sayr qil. Qalbing ancha taskin topadi. Sen xavotir oladigan hodisalarning katta qismi hech qachon ro'y bermaydi. Qo'lingdan kelganini bajar, qolganini taqdirga qo'yib ber. G'oyalar yoki harakat g'alabaga olib kelmaydi. Faqat g'alabalar g'alabaga olib keladi. Shu sabab sen har kuni kichik bir g'alabaga erishishing lozim va keyinchalik ularni katta g'alabaga aylantira olasan. Daromad manbaing bitta bo'lsa, hayoting unchalik ham qulay bo'lmaydi. Boshqa daromad manbalarini ham topishing lozim. Kishi o'zi qurgan devorlar bilangina chegaralanishi mumkin. Muammoni oldini olish uchun qilingan 1 gram harakat muammoni yechish uchun sarflangan 1 tonna mehnatdan ustun. Saxiy bo'lish yaxshi, ammo hamma narsaning ham chegarasi bor. Odamlar oldidan oqqan suvni qadriga yetmasliklarini unutma. Qanday salom bo'lsa, shunday javob qaytar. Dushman yiqilgan payt shafqat qila ko'rma, zero u kuchga to'lgan payt senga shafqat qilmaydi. O'z hayoting hikoyasini yozar ekansan, qalamni aslo boshqa birovga berib qo'yma. Samimiy kulgu va to'yimli uyqu har qanday qalb yaralarini davolaydi. Jarohatlaringni donolikka aylantir. Chaqirilmagan joyga borma. Taklif qilinmagan dasturxonga qo'l uzatma. Qulay vaqt kelishini kutib o'tiraversang, hayoting tugaganini sezmay qolasan. Tavakkal qilishdan va yangi narsalarni sinab ko'rishdan hadiksirama. Bu qisqa umrni qo'rqib yashash yaramaydi. Shamolning yo'nalishini o'zgartirish imkonsiz, biroq yelkanlar o'z qo'lingda. Orqaga faqat bir vaqtda qarash mumkin. U ham bo'lsa, qancha yo'lni bosib o'tganingni ko'rish uchun.
O'zing hal qila oladigan muammo haqida boshqalarga shikoyat qilma. Vafodorligingni qullikka aylanishiga yo'l qo'yma. Hech kimga hech narsani isbotlashga urinma. Odamlar baribir o'zi istagan narsanigina ko'radilar va eshitishni xohlagan haqiqatga ishonadilar. Yo'qotilgan ishonchni qayta tiklash imkonsizdir. Inson avvaliga pul topish uchun sog'lig'ini qurbon qiladi. Keyin sog'lig'ini tiklash uchun pul sarflaydi. Shu bilan birga u kelajagi haqida shunchalar qayg'uradiki, hech qachon hozirgi kundan zavqlanmaydi. Natijada u na hozirgi kun va na kelajakda yashamaydi. U hech qachon o'lmaydigandek yashaydi va o'layotganida hech qachon yashamaganiga afsuslanadi. Umring mobaynida seni orzularing uchun borayotgan yo'lingdan to'xtatmoqchi bo'ladiganlar ko'p uchraydi. Ular o'z qo'rquvlarini senga ham yuqtirishga urinadilar. Bunga e'tibor berma. Shunchaki davom et.